Musofirda yurgan musulmonlar noxush xabar. Mana Surxondaryodan O'zbekiston mashinasi 75 region avtohalokatga uchragan, ichida hamma olamdan o'tgan. Kommentariyada yozib qoldiringlar, joylari jannatda bo'lsin. Mana shu mashinaning nomerini kim tanisa, 75 region ekan. Ko'proq like bosib, kengroq tarqatib qo'yinglar. Befarq bo'lmanglar. Mana shu ro'za Ramazon oyida sizlar bosgan bitta like bularning yaqinni topishga yordam beradi. Hech kimning boshiga bunaqa kun tushmasin. Juda katta avtohalokat bo'lgan. Marhamat, videoni ko'ringlar. Kengroq tarqatib qo'yinglar, befarq bo'lmanglar. Oldindan hammaga rahmat. Kommentariyada akalarimizni haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Bugun 17-mart aka-ukalar. 16-mart xalqaro M10 trassasining Novgorod viloyati Valday tumani hududidan o'tgan qismida O'zbekiston fuqarolari davlat raqami 75O36WA bo'lgan Lacetti avtomashinasi halokatga uchragan. Mashinada 2 kishi bo'lib, biri voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi esa o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketganligi aytilmoqda. Voqeaning bevosita guvohlaridan biri o'sha yerda ekan tojik taksist yigit. Raqami +7 911 649 01 48. Iltimos bu videorolikni tarqatib yuborishingizni iltimos qilaman. Yaqinlari qidirilmoqda. Siz haqida ma'lumot oling.